hökumətining Uyğur diyarındakı irqiy qırğınçılığının ən çox ziyankeşligiga uchrayotganlar ichida Uyğur sabiylarining zo'r sonini tashkil qiladiganligi CNN televiziyasining Turkiyadagi yetim cho'ng bo'layotgan Uyğur o'smirlarini ziyorat qilishi bilan texmi zo'r kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Muxbirlar ziyorat qilgan Uyğur o'smirlari har xil yoshda bo'lsa-mu, ammo ularning qismatlari asosan o'xshash. Hammasining ota-onalari har xil sabablar bilan Xitoy hukumatining lager sistemasiga qamilib qolgan hamda pasportlari musodir qilinib, hech nega bora olmas qilib qo'yilgan. Ba'zilarining ota-onalari og'ir qamoqqa hukm qilingan bo'lsa, yana ba'zilarining ota-onalarining o'lik tirikimi noma'lum holda turmoqda ekan. Ana shu yo'sinda ota-onalardan kichikli yetim qilishga majburlangan hamda urug' tuqqanlar bilan bo'lgan barliq aloqasi kesib tashlangan bu bolalarning ba'zilari hatto ota-onasining siymosini asliy olmas bo'lib qolgan. Ana shu xildagi bolalarning biri 16 yoshli Hasan bo'lib, ota-onamni ko'rmagili 5 yil bo'ldi. Agar ular bilan uchrashib qolsam, toniy olmasligim mumkin degan. Xabarda aytilishicha, Istanbuldagi Uyg'ur maktabida o'qiyotgan Uyg'ur sabiylarining hammasi degudek mushu xil qismatni boshdan kechirayotgan bo'lib, yana ba'zilar allaqachon ota-onasini butunlay asliy olmas bo'lib qolgan. Maktab mas'uli Habibullah Kusani bandi bu vaqtda muxbirlarga ahvol tunishtirib, ana shundoq bo'lg'achqa biz bu maktabda bolalarni Uyg'urlik kimligi bo'yicha tarbiyalashga kuch chiqaryapmiz degan. Halbuki Xitoy hukumati hozirgacha Uyg'urlarning yetkilish haqlari hech qanday cheklamaga uchirgani yo'q deb kelayotgan bo'lib, Istanbuldagi bu Uyg'ur yetimlarining qismati Xitoy hukumatining izchil yolg'on so'zlayotganligini yana bir qatam oshkorildi. Angliya BBC xabarlar to'rining Xitoyda turishliq muxbiri Jon Stewart tahdidga uchirgan va hayotiy bexatarligini ko'zlab Xitoydan ayrilishga majbur bo'lgan. Xitoydagi chet ellik muxbirlar klubi uning tahdidga uchirishiga Uyg'urlar haqida ishlagan xabarlari sabab bo'lganligini bildirgan. Xabarlarda Xitoy doiralari uningdan Uyg'ur masalasi va koronavirusga doir masalalarni xabar qilganlik uchun o'ch olganda qiladi deyilgan. Jon Stewart BBC'ning 9 yildan beri Xitoyda xizmat qilayotgan muxbir bo'lib, u ko'p qitim mukofotga erishgan. U yaqinda Xitoy hukumatining Uyg'urlarni majburiy emgakka selayotganligi haqida bir tafsiliy xabar ishlab tarqitib, zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan. Ayni chaqda Xitoy hukumati BBC'ni qattiq tanqid qilib, uni soxta xabar ishildi deb ayblagan. Shuning bilan o'xshash vaqtda Jon Stewartga qaratilgan tahdidlar kuchayib ketgan. BBC xabarlar to'ri Twitter'dagi ifodasida Xitoyda turishliq Jon Stewart 23 mart kuni o'zi va oilasidagilarning bexatarligini nazarda tutib, Xitoydan ayrilganligi va hozir Tayvanga o'rinlashganligini jakarlagan. BBC yana Jonning xabarlari Xitoy doiralari dunyoning bilishini xohlamaydigan haqiqatlarni oshkorladi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoyning Hong Kongning avtonomiyasini og'ir darajada buzdi va kishilik huquqni og'ir dafsanda qildi deb aybladi hamda Hong Kongning amdi Amerika qonunida alohida o'ringa ega emasligini bayon qildi. Blinken har yili o'zlarining Hong Kong siyosat qonuniga asosan parlamentga sungan doklati to'g'risida yozma bayonot e'lon qildi. Blinken bayonotida Hong Kongning avtonomiyalik qurilmasining yerlikning munosabatli qonunlari bo'yicha bo'lishi kerakligini, Beijingning buni amaldan qoldirganligini, Xitoyning bu rayondagi kishilik huquq tafsandachiligiga mas'ul ekanligini o'tirib qo'ydi. Amerikani o'z ichiga olgan 14 davlat Dunyo sog'liqni tashkiloti mutaxassislarining yangi tipdagi koronavirus hayvonlardan kelib chiqqan degan doklatiga inkas qaytirib, dokladning pek kechikib e'lon qilinganligi va asli sonliq ma'lumotga erishalmaganligini bildirdi. Amerika, Avstraliya, Angliya, Kanada, Chig, Daniya, Estoniya, Isroiliya, Yaponiya, Latviya, Litva, Norvegiya, Koreya va Sloveniya hukumatlari Dunyo sog'liqni tashkilotining eng yangi doklatiga qarata birlashma yozma bayonot e'lon qildi. Bayonotda Dunyo sog'liqni tashkiloti mutaxassislarining COVID-19 kelish manbasidagi xizmatining muhimligini ta'kidlandi. Shuning bilan bir vaqtda virusning kelish manbasi to'g'risidagi eng yangi dokladga munosabatli savollarning borligi ko'rsatildi. Amerika hukumati uzundan buyon Xitoy hukumatining virusning kelish manbasini tadqiq qilishga yetarli ish ochmaganligini tanqid qilib keldi. Egilenishicha, Avstraliya Amerika bilan birlikda boshqarilgan bomba ishlab chiqarishni boshlaydigan.
Avstraliya Davlat Mudofaa ministri Peter Dutton to'qinish yuz berishdan ehtimoli bo'lgan ahvolda Avstraliyaning tezlikdan nurg'un boshqarilgan bombaga ehtiyojli bo'ladiganligini va ularning importiga ishonch qilolmaydiganligini ta'kidlab, agar Xitoy Tayvanni kontrol qilishni qaror qilsa, bu xil ahvolning mumkin bo'ladiganligini va yuz berishi mumkinligini ta'kidladi. Bosh ministr Scott Morrison Amerika bilan boshqarilgan bomba ishlab chiqarilganligini va dastlabda bu turga $761 million mablag' soladiganligini e'lon qildi.